Agar yana bir bora 20 yosh bo'lib qolganimda shu narsalarni o'zimga aytgan bo'lardim. Bu narsani siz bilan ulashmoqchiman. Assalomu alaykum, Yusufxon Ikromov kanalida. Bugun sizlar bilan anchadan beri olmoqchi bo'lgan rolikim. Qaysi ma'noda? O'zim yoshim o'tgani sayin dunyoqarashim, tanish bilishlarim, yashash tarzim o'zgarib bormoqda va o'zimdan kichkina avlodga, kelajak avlodga o'zim 20 yosh bo'lib qolganimda nima qilgan bo'lardim, o'sha narsalar haqida aytib o'tmoqchiman. To'g'ri, bu rolik kimning uchundir seryozni emasdir. Kimdir bu narsalarni hamma gapiradi, yana bitta aqlli chiqdi deyishim mumkin. Lekin bu narsalarni gapirmasak bo'lmaydi. Unda boshladik. Birinchi o'rinda bu tamaki va alkogol iste'mol qilish. Bu eng yomon, nima desam ekan, privichkalardan biri. O'zim agar o'sha 20 yoshimga yoki undan oldinroq vaqtga qaytib qolganimda bu narsani umuman yo'qotib tashardim. Nimaga? Masalan, 2025-yil mana shu ko'p tamaki chakkanim uchun nafas ololmay qoldim, uzoq payt lecheniya oldim, ancha pul ketdi va bu narsadan hech qanaqa yaxshilik ko'rmadim. Faqatgina o'sha Philip Morris bilan Uztobacco Distribution deydimi, Uzbat deydimi, o'shalar boyib qoldi va bo'ldi. Sizga ham shuni maslahat beraman, umuman kategorически umuman tamaki mahsulotlari bilan alkogolga sevgi deydimi, ruju qo'ymang. Bu narsalar yaxshilikka olib kelmas ekan. To'g'ri, kimdir ko'zida blotnoy ko'rinishingiz mumkin, kimdir sizni o'sha nima desam ekan, okalarga gref qilaman deydi-ku. O'shanaqa gref qilayotgan paytingiz o'tirib pivo ichganingizda yoqishingiz mumkin, lekin bu narsa yaxshilikka olib kelmas ekan. Masalan, mana shu ko'rib tursangiz, ancha vesim bor. Bu ves o'zidan o'zi emas, endi определённый katta kruglarda, определённый odamlar bilan yaxshi o'tirishlarda o'tirib, o'sha chiroyli nima desam ekan, chiroyli joylarda o'tirib, ichib, yeb ichar orqasidan mana shu qorin ham chiqib ketgan. Bu narsani sizga umuman maslahat beraman. Polni yig'ishtirish kerak. Chakadigan tanishlaringiz bo'lsa, ulardan endi polностью gaplashmasdan keting demoqchi emasman, no. Albatta, o'sha chakadigan, ichadigan odamlarni sizga bo'lgan воздействиясini maksimalni kamaytirish kerak. Nimaga? Birinchi o'rinda siz sog'lig'ingizni yo'qotasiz. Sog'liq deganda miya birinchi o'rinda zarb yeydi. Ya'ni masalan alkogol ichganingizda siz bilsangiz agar neyronniy связи deydi rus tilida, o'sha neyronlaringiz yaxshi ishlashi to'xtaydi. Bu degani sizning miyangiz oldingidek informatsiyani qabul qilmaydi. Nikotin ham xuddi shunaqa. Endi bilmadim, doktor emasman. Qaysidir ma'noda miyangiz baribir bo'sh bo'lib qoladi, bo'shashishni boshlaydi. Вот. Shuning uchun бережённый Бог бережёт. O'zingizni ehtiyot qilib, alkogol, tamaki mahsulotlaridan maksimalni o'zingizni cheklang. Cheklaganingizdan tashqari o'sha sizni mana shu alkogol bilan tamaki mahsulotlariga ruju qo'yishingizga nima deydi? Подталкивать qiladi-ku, baribir kimdir men chakasam, men ichamiz, zo'r bo'ladi, cho'tki bo'ladi. O'shanaqa odamlardan ham maksimalni uzoqlashishga harakat qiling. Nimaga? Bilsangiz agar qisqichbaqalarni bitta idishga tashlasa, bitta harakat qilayotgani chiqib ketaman o'sha idishdan desa, qolganlari uni oyog'idan ushlab tortar ekan. Xuddi shunaqa holat. To есть, ya'ni bu insonlar o'zini ham sog'lig'ini o'ldiryapti va sizni ham sog'lig'ingizni o'ldirmoqchi. Tushuntira oldimmi? Yana hamma aytadigan gap o'qish. Nimaga yana o'qish deyishni boshladim? O'zim kech o'qishni boshlaganman. Maktabda ham, institutda ham. Siz qanchalik ko'p bilimga ega bo'lsangiz, o'shancha sizni yashashingiz yaxshi bo'ladi. Odamlarning sizga bo'lgan hurmati oshadi
va siz hech qachon o'ylamaysiz, что sizni ishdan bo'shatib yuborishadi yoki siz pulsiz qolib ketasiz yoki mardikor bozorga chiqishim kerak yoki oilamni qanaqa qilib boqaman. Mana shunaqa g'alati xayollar bo'lmaydi sizda. Nimaga? Chunki siz o'qigansiz, chunki siz harakat qilgansiz va siz уже qayerga ketayotganingizni bilasiz. Ya'ni konечный точка. Maqsad уже bor sizda. Va shu maqsadingiz bo'lgani uchun siz yorug' kelajakka bemalol ko'ra olasiz. Ikkinchi va uchinchi punkt bu vaqt bilan o'qish. Sizga hamma aytishi mumkin, o'qigan olim bo'lasan, o'qigan boy bo'lasan. Vaqtingdan unumli foydalan. Vaqtingdan unumli foydalansang bir nimaga erishasan deyishi mumkin. Har xil odamlar, ustozlaringiz, domlalaringiz, ishxona farqi yo'q. Kim? Hamma aytadi bu narsani. Lekin siz o'ylaganmisiz, nimaga aynan vaqt bilan o'qish? Mana hozirgi paytda 35 millionta odam bor O'zbekistonda, ya'ni o'rtacha. O'sha 35 milliondan deylik 1% juda ham boy yoki juda ham aqlli, ertasini nima desam ekan, ertasini o'ylamasa ham kuni o'tadi. Bu narsa o'z-o'zi bo'lib qolmagan. Tushunasizmi? Ya'ni aytishadi-ku, 3000 soat bitta narsaga ketkizsangiz, o'sha narsada siz profi bo'lasiz degan gap bor, to'g'rimi? Xuddi shunday men sizga maslahat bergan bo'lardim. Hozir vaqtingiz bormi? Navik, ya'ni o'sha qo'ldan keladigan hunar deydimi? Hunar o'rganing, til o'rganing. Vaqtingizni maksimum ekonom qilib turib, o'sha o'tirish, nima desam, gulyankalar, mana bu mashinada vum qilib yurish, kapot bazm nimadirlar deyishadi-ku. O'shanaqa narsalardan maksimalni cheklanib, hozir 16, 17, 18, 19, 20 yosh paytingizda siz o'zingizni tengdoshlaringizga nisbatan, ya'ni masalan o'sha tengdoshlaringiz bilan taqqoslaganda siz ko'proq usiliya, ko'proq harakat bilan nimadir prokachivать qilaversangiz, siz boshqalardan уже 5 yildan keyin 5-6 qadam oldinda bo'lasiz. Masalan, institutda o'qigan paytim ko'proq ishladim. To'g'ri, juda katta yo'qotish bo'ldi. Masalan, kursdoshlarimdan hech qaysi bilan nima desam, отношение yo'q. O'zi institutga ko'pincha tanish bilish orttirish uchun kiriladi-da. Masalan, institutdan unaqa zo'r tanish bilishlar yoki zo'r do'stlar orttirganim yo'q. Lekin o'sha 4 yil o'qigan davrim ichida ko'proq ishlab, ko'proq o'qiganim uchun hozirgi paytda ISL Groupda marketing bo'yicha direktor bo'lib ishlayapman. Hozirda 10 ta, даже undan ham ko'proq brendlar tushunasizmi nima demoqchiman? Ya'ni gulankalar, o'tirishlar, kapot bazm deydimi, qizlar bilan yurish deydimi, hammasidan voz kechib ishlab o'qiganim uchun hozir o'zimni hobbiyim deydi-ku. Hobbiyim, ya'ni mana shu blog yuritishga vaqtim bor. Endi Xudoga shukr, o'zi rizq berdi. Sababini qildim, Xudoning o'zi berdi. Masalan, hozirgi paytda $3000 оборудование bor. Tasavvur qila olasizmi? Hali 23 yoshman, уже $3000 оборудование bor. Nasib qilsa, уже полноценный, nima desam ekan, yana kamera, yana bir ikkita narsalar olishim kerak. Marketing agentligi 25 ga kirmasdan marketing agentligi yo'lga qo'ymoqchiman. Bu bilan siz o'zingiz uchun tushunib oling. Qayerdasiz, qaysi pog'onadasiz, qaysi pog'onaga erishmoqchisiz, o'sha pog'onaga erishishingiz uchun qancha vaqt ketkazyapsiz siz. Ya'ni yaxshi ustozim Azim aka Abdusattorov aytganlaridek, "O'tsan top menejer bo'lmoqchisan" deganlar. MBA qilmoqchisan deganlar menga. No, o'sha top menejer darajasiga chiqish uchun sen nima qilib qo'yding yoki nima qilyapsan deganlar. Tushunasizmi nima demoqchiman? Ya'ni siz hozir nima qilyapsiz? Чтобы siz qaysidir cho'qqiga erishish uchun, masalan, hamma aytadi, qora jintirib olsam, bitta tonirovka qilsam, bo'ldi. Hayot mazmuni shu. Hayot mazmuni emas. Nimaga
kimlardir Turkiya, Shri-Lanka, Vyetnamda aylanib dam olib maza qilib yurganda, siz 30 yoshingizda qanaqadir jajkani qo'lida ishlashingiz kerak. Tushuntira oldimmi? Ya'ni siz hozir maksimalni fokusni mana shu karyera va o'qishga qaratishingiz kerak. O'shanda siz 25-30 ga kirganda boshqalarga gap bermaysiz. Tushunyapsizmi? Boshqalarga gap bermaysiz. Nimaga? Chunki siz ertangizga ishonasiz. Sizni bo'shatib yuborishlari haqida o'ylamaysiz, chunki siz bilimingiz bor, siz kerakli kadrsiz. Siz уже pul yig'ib qo'ygansiz, za счет чего yig'ib qo'ygansiz. Siz yurmadingiz, pul sochmadingiz. Dachaga $200, tonirovkaga $300, hoji akalar bilan gashtak, tam nimadir kompyuterxonada bolalar bilan har hafta pul sarflamadingiz, o'sha pulni jamg'ardingiz. Уже sizda tam bilmadim, недвижимость oldingiz yoki qatgadir qiziqarli investitsion proyekt chiqdi, o'shanga pul tiqib qo'ydingiz. Lekin bu darajaga chiqish uchun siz опять-таки qanaqadir qiymatingiz bo'lishi kerak. Ya'ni siz pul topishingiz uchun sizda qanaqadir qiymat bo'lishi kerak. Eng nima desam ekan, oson va eng tekin yo'l bilan olinadigan qiymat bu bilim. Hozir nima ko'p? Hozir siz kechalari bilan nima desam ekan, svet yo'q, shamma tagida kitob o'qishingiz kerak emas. Siz internet resurslariga egasiz. Sizda ChatGPT bor, sizda ArcSearch bor, sizda YouTube bor, sizda istochnik ko'p, sizda уже universitetda o'qish nima desam ekan, prioritet yo'q. Siz просто internetdan materiallarni olib turib, 90 kun o'sha bo'yicha dars qilib turib, siz уже qaysidir urovengga chiqa olasiz. Lekin nimaga qilmayapsiz? Nimaga masalan vaqtingizni zoya ketkazyapsiz? Bu gaplarni men ichim achigandan gapiryapman. Ras siz masalan hozir deylik maktabda o'qiysiz, maktabda o'qiysiz, yozda ofitsiantlik qilasiz deylik. 1,5 milliondan 3 milliongacha topdingiz deylik. Endi tasavvur qiling, siz 40-45 yoshda ofitsiantlik qilib yuribsiz. Nima deysiz bu narsaga? Yoki 40-45 yoshda siz masalan o'sha menejment deydi-ku, menejmentda eng past pog'onasida poday принеси bo'lib yuribsiz. Просто dokumentlarni u yoqqa olib borib yugurasiz, bu yoqqa olib borib yugurasiz. Qiladigan ishingiz shu, poday принеси. Bo'ldi. Lekin siz bundan teparog'iga nima desam ekan, gapiradigan odam, eshitadigan emas, gapiradigan odam bo'lmoqchimisiz? O'qing. Boshqa odamlar balkim aytmas bu gaplarni, lekin men sizga aytmoqman bu narsani. O'zim 2016-yil 1 oy ofitsiant bo'lib ishlagandim. Даже 1 oy ham emas, undan ham kamroq. Tasavvur qiling, 7 dan 7 gacha ofitsiant bo'lib ishlab turib, 50 ming so'm topib, u даже aytishga kulgili-da bu narsa, tushunasizmi? O'sha 50 ming so'mni 7 dan 7 gacha topib, qanchalik qiyinchiligini bilganimdan keyin o'zim o'qishni boshlaganman. Agar siz ham o'sha 40-45 yoshingizgacha borib, bolalaringiz nimadir olib bering deganda, yo'q, hozir pul yo'q, hozir kredit to'lash kerak yoki bolam keyinroq olib beraman, yig'inib, terinib desangiz, hacha o'sha elementar narsa kimlardir uchun-da. Masalan, o'qigan odam uchun 5 million расход, 5 million ekan-ku. Bo'lgan narsa siz uchun 5 million bo'lib tuyulsa, значит, что-то не так. Kelajakda o'shanaqa yeb qo'ymaslik uchun hozirdan o'qing, hozirdan gulyankalarni yig'ishtiring, hozirdan ko'proq ishlab o'qing. Do'stim, bu video ichimda mana shu nimadir achigani uchun yozildi va ortga qayta olganimda, ertaroq o'qiy olganimda, ertaroq vaqtimni tejab har xil kerak emas narsalarga vaqtimni sarflamaganimda va eng muhimi mana shu tamaki, alkogol, kerak emas behuda ishlar deylik. Behuda ishlarga sarflamaganimda edi degan narsa ichimda qolib ketgan va shu narsani sizga ham aytib o'tish bu meni zimmamdagi mas'uliyat edi. Qaysi ma'noda? Siz tushuning, do'stim, vaqt g'animat. Bilim har doim olsa bo'ladi, to'g'ri. Lekin qanchalik siz
ertaroq o'sha bilim olsangiz, o'shancha ertaroq siz mas'uliyatni bo'yningizga ola olasiz va hayotingiz yaxshiroq o'tadi. To'g'risi, bu gaplar chiqishi juda qiyin bo'ldi. Bu video sizga manfaatli bo'ldi degan umiddaman. Keyingi roliklarimizni kutib qoling, xudo xolisa aktivniroq bo'lishga harakat qilaman. Hozirda ko'p video tez chiqara olmayapman, chunki ishim ko'p. Haqiqatda ishim ko'p, oilaliman, farzandim bor. Ularga vaqt ajratishim kerak. Blog bu hobbi va o'zimda bo'lgan, так скажем, opit, tajriba deydi-ku. Mana shu tajribani siz bilan ulashish uchun qo'yib yubormoqdaman-da aslida bu YouTube kanalga. Va sizdan maksimalniy, вот прям maksimalniy, от души, душевный bolalar uchun deydi-ku. Like, подписка, iloji bo'lsa repost, shu narsalarni sizdan kutib qolaman do'stim. Nima uchun? Bu narsa meni taniltirish yoki qanaqadir foyda olish uchun emas. Bu narsa birinchi o'rinda mana shu kerakli, yaxshi tajribani tarqatish uchun. Nima desam, endi внеземной narsa gapira olmayapti-ku. O'shanga like, komment, подписка от души.